ko'chada turgan odam yonidan albatta odamlar o'tadi. Endi iloji yo'q, ko'cha bo'lgandan keyin har xil odamlar o'tadi. Qiz ham o'tadi, xotin ham o'tadi, boboy ham o'tadi, momoy ham o'tadi, har xil insonlar o'tadi. Shunda o'tganlarga tikilib qarash. Uni orqasidan ko'zi bilan ishora qilib har xil unga nisbatan qiliqlarni qilish. Ayniqsa nomahram bo'lgan xotin qizlarga shahvat nazari bilan qarashdan saqlanish kerak ekan. Chunki bu ish ham ozor bo'lar ekan, gunoh bo'lar ekan. Nogahon agar ko'ziz beixtiyor tushsa, bir qaraganingizda qaradingizmi, sizga tegishli ayol emasmi, darhol ko'zni olib qochishlik kerak. Bu ham ibodat bo'lar ekan. Ana shuni o'zimizga odat qilib olsak, katta yutuqqa erishamiz. Bir nomahramdan ko'zini tiygan odam ibodatida halovat topar ekan. Mana nimaga Allohu akbar namozga kirishamiz, hayolimizga har xil holatlar keladi. Bozor, o'char, mol, qo'y, kiymagan narsa namozga Allohu akbar degandan keyin kelaveradi. Ko'pchilik savol bilan keladi. Domla deydi, bunda yurgan vaqtim deydi, hech narsa bo'lmaydi. Shu namozga shuru qilib Allohu akbar dedimmi deydi, keladi keyin deydi. Bu mag'ir narsalar hayolimga kelaveradi. Mana shu bu mag'ir narsalarni hayolimizga kelishini birinchi sababi ko'zimizni nomahramdan tiymaganligimiz bo'lar ekan. Agar shunday nafsingiz tortyapti, bir sizni juda ham jalb qiluvchi nomahram ayolga qara deyapti. Alloh uchun shunga qaramayman deb ozgina ko'zingizni pana qilib turing-da, undan keyingi kelgan rohatni his qilasiz. Iymoniy rohat keladi. Alhamdulillah, bitta gunohdan o'zimni tiyib qoldim deysiz. Keyin ibodat tiyaversak, Alloh uchun deb o'zimizni ko'zimizni olib qochaversak, keyin shunga inshaalloh Alloh taolo shunday bir halovatni berib qo'yar ekan, ibodat qilsak maza qilar ekanmiz. Namoz o'qisak, namozdan chiqqimiz kelmas ekan. Yana ko'proq oyatlarni uzunroq o'qishga o'rgan ekanmiz. Hozir sal namoz cho'zilib ketsa, bel og'rib, oyoq og'rib, tezroq tugasa, shunaqa holatlar ko'p bo'ladi-ku, yutalishlar boshlanadi. Agarki ko'zimizni tiysak, ibodatga kirganimizda mazza qilar ekanmiz. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo Nur surasida marhamat qilyapti. Estaizu billah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum innalloha xabirun bima yasnaun. Ey Muhammad alayhisalom, payg'ambarimizga xitob qilyapti Alloh. Ey Muhammad alayhisalom, mu'minlarga ayting. Siz o bizlarga Rasululloh aytsinlar ekan. Ko'zlaringizni nomahram ayollardan quyi tutsinlar, ko'zlarini va avratlarini zinodan saqlasinlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh buyuryapti, ummatingiz mu'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollardan quyi tutsinlar, pastga qaratsin va avratlarini zinodan saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta Alloh ular qilayotgan sir sinoatlardan xabardor zotdir deyapti. Alloh bizani har bir qilayotgan sirimiz va oshkoramizdan xabardor ekan. Meni ham, sizni ham. Demak, ko'zimizni mo'minmizmi? Alloh bizga aytishlikni buyuryapti. Sizga, menga ko'zini quyi tutsin deyapti. Nomahramni ko'rdingmi, yerga qarashimiz kerak ekan. Qarashimiz kerak ekan. O'rgataylik o'zimizni. Bu ko'zimiz almatira ishga o'rganib qolganda, aytganini qilmaydi, olib qochaveradi. Endi majburlashimiz, yerga qaratishimiz kerak. Chunki Alloh nima deyapti oyatni davomida? Ana shunday qilishliklari, zinodan saqlanib ko'zini pastga qaratishligi shu ular uchun toza yo'l deyapti. Toza yo'lni xohlaysizmi? Mo'minmisiz? Harakat qiling. Albatta Alloh ular qilayotgan sir va oshkorlarni biluvchi zot. Alloh bizani har bir ishimizni bilib turadi. Bu erkaklarga bo'lgan xitob. Endi ayollargacha Alloh subhanahu va taolo shu oyatni
Davomida aytadi, Nur surasining 31-oyatida marhamat qilib aytadiki, astag'firullah. Va qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna va yahfazna furujahunna. Mu'minalarga ham ayting. Bu opa singillarimizga, qizlarimizga tegishli oyat. Mu'minalarga ham ayting, ey Muhammad alayhisalom, ko'zlarini nomahram erkaklardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Oysha onamiz o'tirganlarida amo, ya'ni ko'r bo'lgan Ummu Maktum huzurlariga kirib keldi. Rasulullohni huzurlariga kirib keldi. Zavjalari Oysha onamiz bilan o'tirgandilar. Oysha onamiz qochmadilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Oysha, erkak kishi kelyapti. Nima berkinmayapsiz, qochmayapsiz?" deganda, "Yo Rasululloh, uni ikki ko'zi ko'r-ku" dedilar. "Ko'zi ko'r odam-ku" deganda, "Sizni ko'zingiz ochiq-ku" dedilar. Tushunyapsizlarmi? U ko'r bo'lsa, sizni ko'zingiz ochiq-ku. Oyat mana. Ayting mu'minalarga, ya'ni sizda mu'mina xotiningiz bor, mu'mina qizingiz bor, opa singillar bor. Ko'zlarini nomahram erkaklardan quyi tutsinlar. Uni ko'zi ko'r bo'lsa, sizni ko'zingiz ochiq-ku. Keting nariroqqa dedilar. Ana bu oyat demak mu'min mu'minalar uchun nozil bo'lgan. Ko'zni asrashlikni Alloh taolo saqlashlikni buyuryapti. Bu buyruq siyg'asida kelyapti. Amr buyurilyapti. Ayting, shunday qilsinlar deyilyapti. Demak biz ko'zimizni bir nomahramdan tiydikmi, Allohning bitta buyrug'ini bajargan bo'lamiz. Shundan ko'zingizni olib qochdingizmi, Allohning bir buyrug'ini bajargan bo'lasiz. Xoh erkak bo'laylik, xoh ayol bo'laylik. Ana shunda inshaalloh ibodat degan savobni olamiz.